Leksimizden devamıga kulak selen, hürmetli vatandaşım. Prezident Obama Hiroşima arlığa bardı. Bu doğruda Amerika matbuatları Shinzo Abe Pearl Harbor'a yetip keldi dep körsetdi. Mavzulu haber 5. ayının 12. günü Vanvit orbiti elan kılındı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Barack Obama Yaponiyada o'tkaziladigan 7 davlat guruhining yuqori darajalik yig'ini qatnashish mezgilida 5. ayning 10-kuni mezgilida Hiroşima arlig'i bordi. Bu to'g'rida Amerika diplomatiya ishlari jurnalining to'rbetida 5. ayning 10-kuni maqola e'lon qilinib, maqolada bu o'rinlashtirishning ta'siri to'g'risida tahlil ilib berildi. Abdur Zaç Perzi Stap mundaq hesapladı. Prezident Obama'nın ziyaretiga javoban Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe taklifga binoan bu yil 12 oyda Pearl Harborga tuyuqsiz hujum qilishning shu sababdan o'lim, yetim paydo qilgan va Amerika askeri qismlari öpütselerinden vafat bolğanlığının 75 yıllık hatırlaş gününe katlaşıdı. Abdur iki devlet Yaponiya, Amerika alaydı ehmiyetki igi öz ara ziyaret kılışını ilgili sürdü. Dep başlaydı. Digen mesele ve bunun real ehmiyeti doğrusu bunda tahlil kıldı. Prezident Obama Yaponiya'ya berip terakki kılgan 7 devlet başlıklarının yuqori darajalik yig'ini qatnashish mezgilida Hiroşima arlig'i bordi. Onun bu hallik qiyofati yadro qurollarının tarqalib ketishini cheklash, ponksishni kuchaytirishga foydali. Amerika Yaponiya ittifoqini mustahkamlashga foydali. Amerikaning Osiyo siyosatini tamponlashtirishga foydali. Geopolitik siyosiy siyasetni kuzatuvchilar va tahlil qiluvchilarning tahlillariga asoslanganda Prezident Obama'nın Hiroşimaga berishi bu oral 1945-yil 8 ayning 6 günü Amerika davlat armiyasining atom bomba tashlashiga uchragan. Nəhayət yaxşı bir vaqt tanlanganlıqdır. Prezident Obama'nın Hiroşima oralı ziyaret kılışı nəhayət yaxşı bir vaqtda tanlanganlıqdır. Çavuşan yadro qurolları sını gelip badı. Janubi Jungo denizi arka-arkadan küçünü görsetmekte. Bu xil geopolitik siyasi halat Amerika Qo'shma Shtatlarının bir xil alohida qiyofat ko'rsatib, bu rayonda ittifoqlashlar ara munosabatlarni kuchaytirishiga ehtiyojlidir. Lekin deb davomlashtirdi Abdur Zaç. Bir chaqlarda Amerika armiyasi atom bombasi bilan vayron qilgan bu shaharni bugun Prezident Obama'ning ziyorat qilishi har qaysi taraflarning bir xil tushuntirishiga ega bo'ldi. Kone askerler ümekleri ve Washington bazı Cumhuriyetçiler Partisi'nin a'zolari mundaq hesapladı. Mayli qandaq inçkilik bilan planlangan ve o'rinlashtirilgan bo'lsin, Prezident Obama'nın Hiroşima aralını ziyaret qilishi davlat darajalik apo so'rash deyilmasligi aqldan bir oz yiroqdir. Bu xil apo qilishni Amerika davlat qattiq inkar qilgan edi. Amerika bu davlat qattiq inkar qilgan. Prezident Obama Hiroşima tarixining tragediyalik damlarini to'liq bu tuproqqa dastlab turgan amman tarixda Amerikaning atom bombasi vayron qilgan bu shahar to'g'risida bir ishga so'z qilmasa, masalan, buning og'zidan apo so'rash, özünü ayıplash yoki tayziya bildirish, mayli qay so'z ibora bo'lsin, Tinch okean urushida qurbon bo'lgan necha yuz ming Amerika askari uchun o'z xatir qilmaslik bo'lib hisoblanadi. Bu urush. Ikkinchi dunyo urushini ko'r, sen hujum qilding, men hujumga qarshi hujum qildim. Sen urush bilan kirding, men seni urush bilan qo'llab chiqardim. Şundaq demek Asiya Tinch okean rayonidagi urush Yaponiya askarlarimi qurbon bo'lgan, shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining o'g'il qizlarim qurbon bo'lgan bir urushdir. Bugun berib Amerika Qo'shma Shtatlarining bu urushning api so'rishi
Tazi aqlga mos kelmaydi. Aql qabul qilinmaydi. Shundaqli Yaponiya xalqi axloqli xalq, qoidali xalq, mintaqali xalq. Hargiz Amerika Qo'shma Shtatlarining bu urushdan yoki shu urushda Yaponiyaga keltirgan ziyonlardan apo so'rashni talab qilmasi kerak. Talab qilmaydi. Shunga apo so'rash bu Amerika xalqi va bu davlat uchun aytganda sal og'ir keladigan bir ish. Biroq bu harakatning davomini tahlilini bu harakatni tahlil qilganda uni davomli nima ekanligini keyin anglashdi. Yaponiyalik ba'zi radikal millatchilar izchil holda Yaponiya 37-yili Nanjingda yo'l qo'ygan Nanjing qirg'inchiligidan o'zini qochirib deydi Aptar. Xo'sh, Aptar Zach efendi. Bu Nanjing qirg'inchiligi degan Yaponiya xalq qabul qilmaydi. Buni yolg'on deydi. Lekin Jungo bu rost deydi. Rost bilan yolg'on o'tirish talash tortish bo'lyapti. Siz bu Nanjing qirg'inchiligi deb apsiz. Bu tarixi qirg'inchilik. Hozirgi reallik qirg'inchilikqa nazar soling Aziz efendi. 1994-yilning 25-1 kuni, 4-yilning 1-kuni Jungo hukumati Uyg'urning barindagi yezisi Uyg'urni qirg'in qildi. 9 yoshlik baliq 21 pay o'q otdi. Beshikda yotgan balığı 9 pay o'q otdi. 1997-yili Uyg'urning Ilir ayında namoyish qilgan norozilik ifodalagan Uyg'urlarni qonliq bostirdi. 2009-yili 7-oyning 5-kuni Urumchi rayonida namoyish qilgan Uyg'urlarni qonliq bostirdi. 3000 nafar Uyg'ur izdiraksiz g'oyib bo'ldi. Qayerda o'ldirildi, qayerda qirg'in qilindi, hech kim bilmaydi. 2014-yili, 2014-yil kechiringlar vatandoshlar. 2014-yil 7-oyning 28-kuni Xitoy hukumatı Yaka viloyatining Ilishqo yezisida uçquchsiz aeroplanni sinoq qilish maqsadida qirg'in qildi. 5000 dan ortiq odam o'ldi. Shu vaqtda bu xabarlarni Boshun Torbeti Mushasan bo'yicha e'lon qildi. Bularni qirg'in qilishni nima deymiz? Tarixda qaysi bir bor yoki yo'qning oralig'idagi Nanjing qirg'inchiligi deydi ekanmiz. Yo'qoqi qirg'inchiliklarni nima deymiz Zach efendi? O'limningmi ikki xil turi bo'lamdi? O'limgimi ikki xil o'lcham qo'yilamdi? Qirg'inchilikmi ikki xil o'lcham qo'yilamdi? Zodi nima? Shunga biz bu yerda Nanjing qirg'inchiligi bu tarixiy hodisa rost yuz berganmi, yuz bermaganmi? Agar yuz bergan bo'lsa, biz bu o'xshashli Yaponiyani ayblaymiz. Lekin oldimizda real bo'lib ketgan bu ayblar yoki qirg'inchilikni nima uchun tilga olmaymiz? Uyg'urlarni qirg'in qilishni, Tibetlarni qirg'in qilishni nima uchun xotirlamaymiz? Yaponiyalik ba'zi radikal millatchilar izchil holda va Nanjing qirg'inchiligidan o'zini tortib o'tadi deydi Aptar. Aptar maqolasini davomlashtirib mundaq ko'rsatdi. Prezident Obamaning Hiroshima orolini ziyorat qilishni kafolatli qilish dunyoga noiti to'g'ridan-to'g'ri bir uchur. Amerika Yaponiya munosabatini gavdalantirish bu qatam Hiroshima orolida yangi bir bat echildi degan uchurni tarqitdi. Demak, bu qatam Hiroshima orolida yangi bir bat echildi. Ya'ni Amerika Yaponiya munosabatini gavdalantirish jihatda bu qatam Hiroshima orolida yangi bir bat echildi. Şuna biz bu vakani dunyoviy siyosiy mo'jiza deb atadik. Diye uçarın tarixida maqsad yetishgan Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bu yil 12-oyda Pearl Harborga tuyuqsiz hujum qilishning 75 yilligini xotirlash va bu urushda o'lgan gunohsiz kishilarni xotirlash murosimiga qatnashib, Prezident Obamaning Hiroshimani ziyorat qilishiga javoban ziyorat qilib, hisobotni ifodalamoqchi bo'ldi. Hissiyatini ifodalamoqchi bo'ldi. Kechiring. Bunda qilish Shinzo Abe'ga nihoyat zo'r strategik manfaat olib keldi. Vazir Shinzo Abe'ning Pearl Harbor portini ziyorat qilishi Yaponiyada ma'qullangan bexatarlik qonunini qo'shni davlatlarning qabul qilishiga yordam etdi. 2015-yil 12-oyda Yaponiya asos qonun 9-moddasini o'zgartib, Yaponiya qo'g'dirish qismlarining Amerika qatorliq ittifoqdosh davlatlar bu hujumga uchraganda chegara sirida harbiy yordam berishiga yo'l qo'yildi.
Bu arqılıq Shinzo Abe dünyada muhim rol oynab, Yaponiyanın dünya teşhisi aktif töhbə qoşuda qallıqadı çın turdu. Demək, bu fürsətdə Yaponiya Shinzo Abe üçün ana şunda yetib geldi deməkçi. Çın turdu. Amerika Yaponiya işki devlet rəhbərliyinin Xirosimağı Pearl Harbor ve tarihi vakalat doğrusu öz ara ziyaret kılışı isabat cihet, isyat cihette Amerika Yaponiya ittifaktaşlık münasebetini küçeytdi. Bazı sözlerde sel ilişkili batı men keçeren vatandaşım köz sel xiraleşti ya şu sebepten buluvadı. Çavşan yadro kurallarda özüksüz sınak kılıvatkandı. Şundaklı Cungu Cenubu Denizi her bir manevrini özüksüz tekrarlap elip verip küçünü körüstüvatkan bir mezgilde Amerika Yaponiya ittifakı burayında mukamlık ne saklaştın tövrikiga aylındı. Şuna yukarıda badı geldiler. Muşundak diplomatik münasebette şaraydı da dünya bu elip verilevatkan asaslı diplomatik faaliyetler.